Hallo und herzlich willkommen in meinem Kanal. Weg 155. 155. Heute, nein, letztes Mal beginnen wir einen Kurs welches Buch? Ich habe erinnert. Dieses Buch heißt Beginnungen A1 Plus. Bevor wir vorher wir dieses Buch beginnen, sollten wir einige Grammatikregeln und Lesentraining machen. Okay, heute lernen wir lernen wir zusammen. Ich muss meine Augen für einen Punkt fokussieren oder konzentrieren. Okay. Das Thema für heute ist Personalpronomen. Das heißt auf Uzbekisch kishilik olmoshlari. Hamma tillarda bo'lgandek, nemis tilida ham kishilik olmoshlari bor. Ular 6 ta, birligi, ko'pligi bor, o'zbek tiliga o'xshab. Demak, boshladik. Men nemis tilida, ingliz tilida I degani, rus tilida ya degani. Nemis tilida ich yoziladi, ich talaffuz qilinadi. Ich ya'ni ch harf birikmasi qattiq va yumshoq, o'zbek tilidagi qattiq va yumshoq hlar, bo'g'iz undoshi va qattiq h, bo'g'iz undoshi va h o'rtasida talaffuz qilinadi. Ikkovining o'rtasida. Ba'zan qattiq, ba'zan bo'g'iz undoshining o'zi sifatida ham kelishi mumkin. Demak, ich men degani, sen degani, du sen degani, bilamiz ingliz tilida you sen degani. Ingliz tilida ko'plik, ingliz tilida birinchi shaxs birlik rodga ajraladi. He, she, it. Nemis tilida ham xuddi shunday. O'g'il bolalar uchun er, qiz bolalar uchun sie, jonsiz narsalar uchun s deyiladi. Ko'plik, ya'ni bu singularni biz tanishib o'tdik sizlar bilan. Ya'ni plurallar. Biz degani wir va ir. Wir biz degani i h r yoziladi, ha o'qilmaydi. Sizlarga o'tdik. Siz du sen bo'lsa, du sen, ir sizlar degani, ir sizlar. Ya'ni i yumshoq h, ya'ni ha, keyin r, l. Ir yoziladi. Endi ko'plik, ya'ni ular demoqchi bo'lsak, zi, ya'ni zi ular degani. Lekin esimizda bo'lsa, boya aytib o'tdim, uchinchi shaxs birlikda qiz bolaga nisbatan ham zi ishlatiladi. Ko'plik ular demoqchi bo'lsak ham zi ishlatamiz. Va nemis tilida o'ziga xos bir olmosh bor. U xushmuomala, ya'ni hurmat ma'nosida katta harf bilan yoziladi. Zi, bu nima ulas? U ham zi degan, lekin katta harf bilan yoziladi yozilayotganda. Bu ular 3 ta zi bor ekan, qanaqa bir-biridan farqlanmaymiz desa, endi bizga fe'llarning tuslanishiga yordam keladi. Ya'ni fe'llar shaxslarda o'zgacha shaxsiy alohida tuslanadi. Misol uchun, kommen kelmoq fe'li, boya fe'llar haqida ma'lumot berib ketdik. Nemis tilida asosan o'sha fe'llar bo'ladi. Nemis tilida asosi 40% mikin, 60% mikin, 40% ot, 60% fe'llar tashkil etadi. O'zbek tilida qilmoq, uxlamoq, bajarmoq, cho'milmoq, kiymoq, ovqatlanmoq, xullas fe'lni tuslamagan shakli moq bilan keladi. Nemis tilida esa n bo'lmasa n o'zi bilan keladi. Entschuldigung. Zum Beispiel kommen. Kommen bedeutet kelmoq. Kommen fe'li kelmoq degani. Uni tuslamoqchi bo'lsak, unda ikkita m bo'ladi. Kom bo'ladi, asosiysi shu. Endi personal pronomenda, ya'ni kishilik olmoshida tuslanib ketadi. Birinchi shaxs birlikda oladi,
ich komme, men kelaman. Ikkinchi shaxs birlikda st oladi. Du kommst, sen kelasan. Er, sie, es, ya'ni uchinchi shaxs birlikda, ya'ni uchovidan bir xil tutlanadi. T'ni o'zini oladi. Er, sie, es kommt, er, sie, es kommt, u keladi. Ko'plikda, ya'ni plurallarda biroz bo'nish shakli bor. Wir, biz kelamiz desak, wir kommen, ya'ni tutlanmaydi. Shunchaki ashver yozib qo'ysangiz bo'ldi. Wir kommen, biz kelamiz. Irda, ular sizlar kelasizlar demoqchi bo'lsak, ir kommet, ya'ni birinchi shaxs uchinchi shaxs birlikda qanday tutlagan bo'lsa, ikkinchi shaxs ko'plikdan shunday tutlanadi. Ya'ni er kommt, ihr kommt, u keladi, sizlar kelasizlar. Endi ular keladi demoqchi bo'lsak, bunda ham tutlanmaydi. Sie kommen, ular keladi. Endi xofli formamizda, ya'ni xushmuomala, odobli qilib aytmoqchi bo'lsak, sie kommen deymiz. Endi bu yozuvda katta harf bilan yoziladi. O'shanda ham ya'ni tutlanmaydi. Bu bizni ancha yordam beradi. Endi sizlarga vazifa machen qilmoq degani. Shuni tuslab uchala oltala olmoshga tuslab yozasizlar. Ich mache, du machst, es macht, wir machen, ihr macht, sie machen, machen, trinken, schlafen. Nein, nicht schlafen. Lernen, hören, lesen, zum Beispiel studieren, essen, laufen, gehen bormoq degan shuni ham vazifa sizlarga tuslab kelasizlar. Ich gehe, du gehst, es geht. Shuni qilib sizlarga oson, birinchi osonlik uchun bir sirni aytaman. Birinchi olmoshlar yozib turib, keyin fe'l tuslamagan shakli, ya'ni misol uchun geyindagi gey bor bo'lsa, geyin bormoq bo'lsa, shu geyni olasizlarda birga, birinchi shaxs birlikka ikkinchi shaxs birlikka s, uchinchi shaxs birlikka t, ko'plikka, birinchi shaxs ko'plikka en, xullas n, ya'ni tuslanmaydi. Ikkinchi shaxs birlikka birinchi shaxs, uchinchi shaxs ko'p, ikkinchi adashib ketdim. Ikkinchi shaxs ko'plikka, uchinchi shaxs birlikdagini shuni olib bitasizlar. Ya'ni ergate, ya'ni ergate, irgate, u ketyapti, siz ketyapsiz. Endi ziziga shuni tuslamasdan yozib qo'yasizlar. Misol uchun zigen, ular ketyapti, zigen, siz ketyapsiz. Kommen kelmoq, gain bormoq. Endi go, ingliz tilida go, come. Come kelmoq, ya'ni kommen, go bormoq, gain. Shunday bo'ladi. Hop, endi asosiy yordamchi fe'llar bor. Bularni ham aytib o'taylik. Haben va sein fe'llari. Sein bor bo'lmoq, sein bo'lmoq, bor bo'lmoq degani, haben ega bo'lmoq degani. O'zbek tilida men Dilyorbekman, men Dilyorbekdirman, men Dilyorbekman. O'sha paytda man qo'shyapmiz. Bu ham fe'l tutlanishi bo'ladi, bo'lmoq fe'li. Nemis tilidagi sein fe'li murakkab tutlanadi. Buni YouTube'dan yoki undan keyingi jadvallardan Google yozsanglar chiqib beradi. Sein fe'lining tutlanishi desanglar, ich bin bo'ladi, ya'ni sein fe'li ich bin, du bist, er ist, wir sind, ihr seid, sie sind. Yani sie sind ein Mechatroniker. Ich bin ein Lehrer. Sie sind, ich bin. Yani men Dilyorbekman, siz mechatronikersiz. Misol uchun, oddiy misol. Bu mening naushnikim. O'tgan yil olganman 100 ming so'mga. Das ist Kopfhörer. Das bu degani ist. Ya'ni bo'lmoq fe'li, ya'ni u, yana er ist Kopfhörer. U naushnik, er ist Kopfhörer. Oder das ist Akku. Er ist Akku. Ya'ni ingliz tilida is qo'ysa, nemis tilida ist bo'ladi. Ingliz tilida I am bo'lsa, nemis tilida ich bin bo'ladi. You are bo'lsa, du bist bo'ladi. Sein fe'lini tanishtirdik. Endi haben fe'li. Haben fe'li ingliz tilidagi have to'g'ri keladi. Have oder have. Ich habe, bu oddiy tushunadi. Ich habe, menda bor. Ich habe
Ich habe einen Kopfhörer. Er ist äh, er ist schwarz. U qora. Menda bitta naushnik bor, u qora. Ich habe einen Kopfhörer. Er ist schwarz. Bo'ldi? Oson. Ya'ni ich habe duda hast bo'ladi. Ich habe, du hast, erzesda had bo'lib qoladi. Eslasak ingliz tilida have'imiz has bo'lib qoladi. He she'da has bo'lib qoladi. Bu yerda haben fe'li nemis tilida uchinchi shaxs birlikda had bo'lib qoladi. Ya'ni endi ko'plik ko'radigan bo'lsak, plural formda birinchi shaxs ko'plikda wir haben bizda bor, ihr habt sizlarda bor. Shu boshqacha tuzlanadi. Ihr habt emas, ihr habt sizlarda bor. Sie haben sizda bor, sizlarda bor. Bo'ldi. Bu qiyin emas, murakkab emas. Lekin ko'proq gapda qo'llansa, tushunish va ifoda qilish oson bo'ladi. Zum Beispiel degan misol uchun degani. Zum Beispiel ich bin ein Lehrer. Ich komme aus Uzbekistan. Men o'qituvchiman. Men O'zbekistondan kelganman. Ich komme, men kelganman. Ich komme, men kelaman. Ya'ni present simple deymizmi? Shu oddiy holatda. Ya'ni agar ich komme degani men kelyapman, kelaman degan ma'no ikkovini bitta beradi. Ich komme aus dan degani. Ich komme aus Uzbekistan. Men O'zbekistonlikman. Ya'ni O'zbekistondan kelganman. O'zbekistondanman. Ich komme aus Uzbekistan. Woher kommst du? Woher qayerdan degani? Woher kommst du? Shunday qilib habni ham, zaynni ham chiroyli qilib tuslab ko'proq yozsanglar oson bo'ladi.